Rossiyadagi migrantlarni men bu yerdan ketishni chaqirdim, qaytishni emas. O'zbekistonga qaytish masalasi bugungi kunda men boya so'zimni boshida aytib o'tganimdek ish bilan ta'minlash masalasida o'zimizga xos masalalarimiz bor. Lekin o'zbek fuqarosi, o'zbek ishchisi shunaqa mehnatkash, intizomli va tartibli ishchiki, bugun mana sobiq Sovet o'lkalari bo'lsin, Sharqiy Yevropa davlatlari bo'lsin, hatto mana Skandinaviya davlatlari bo'lsin, arab davlatlari bo'lsin, o'zbek mehnat kuchiga zarurat bor ekanligini ta'kidlab o'tishyapti. Va biz bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Rossiyadagi agar mana shu kamsitishlar ommaviy xarakter oladigan bo'lsa, albatta u yerda hech kim o'zini beqadr qilib ishlash kerak emas. Chunki Rossiyada oladigan oylikdan yaxshiroq oylik olish mumkin bo'lgan imkoniyatlar ko'paydi bugun. Va o'zbek o'g'loni, o'zbek fuqarosi birinchi o'rinda, albatta davlat orqasida turadi har birini, lekin birinchi o'rinda o'zini g'ururi, o'zini qadri bilan unga nisbatan kamsitish munosabati bo'layotgan joyda ishlamasligi kerak. Shu sababli men ularni u yerdan ketishni va davlatimiz bugungi kunda yaratayotgan boshqa imkoniyatlardan foydalanishni chaqirib qoldim. Demak, mana shu Skandinaviya o'lkalari, bugun Shvetsiya, Norvegiya, Daniya davlatlari o'zbek muhojirlarga qattiq qiziqish bildiryapti. Yoki bo'lmasa o'sha Pribaltika davlatlari, Boltiqbo'yi davlatlarida bugun mehnat muhojirlariga katta zarurat bor. Masalan, sotsialistik lager davlatlari, oldingi Polsha, Ruminiya kabi davlatlarda juda katta bozorlar bor. Hatto Yevropani o'zida, masalan, Avstriya, Germaniya mana hamshiralarimizga qancha ishtiyoq bildirishyapti. Bularning hammasi juda katta mehnat bozori. Va o'zbek ishchisi bugun ularning malakasiga tayyorlanib, mana shu bozorlardagi imkoniyatlardan keng foydalanishi mumkin. Aynan shu sababli men ularni Rossiyadan O'zbekistonga qaytinglar degan ma'noda chaqirib berganim yo'q. Meni chaqirig'im Rossiyada o'zinglarni kamsitirib qo'ymanglar. Ketinglar u yerdan. Sizlarni mehnatinglarni qadriga yetishsin kerak bo'lsa. Sizlarni boshqa joylarda katta oyliklar bilan kutishyapti degan chaqiriq edi bu. Va shu chaqiriqni yana bir marta takrorlamoqchiman. Hech qayerda o'zbek o'zini xor qildirib qo'ymasligi kerak. Chunki o'zbekning mehnatkashligiga, o'zbekning sadoqatliligiga, o'zbekning tartibiga bugun dunyo mehnat bozorida katta ehtiyoj bor. Biz faqat shularni tayyorlab, mana shu bozorlarga uyg'un holatga keltirib berish degan vazifani bajarishimiz kerak.